bunday olib qaraydigan bo'lsa, o'zi katta buyuk insonlar buyuk ishlarni qilayotganda asosiy yov bo'lib oldilarida qarshiga chiqqan, bu yutqizishi tayin bo'lsa ham, lekin bilib turib dunyo unga qarshi chiqqan bo'lsa ham, lekin u harakat qilib jangga kiryapti. Misol uchun Kleopatra asarida Sezarda o'qiyapman, tinglayapman. O'shanda ham Pompey bilan aytayapti. Mislsiz haddan tashqari dushman turadi, lekin Sezar bilan jang ketyapti deyapti. O'sha butun Rim unga qarshi bo'lib turgan paytda u Sezar bitta sarkarda xolos, u Galliyadan urushdan qaytib kelayotgan bo'lgan, undan keyin yo'lida butun Rim ahli, butun uni davlati o'ziga qarshi chiqyapti. Lekin u harakat qilib o'sha Pompeyni ustidan g'alaba qozonyapti. Bu motivatsiyalar bo'lsa ham bo'laveradi. Chunki nimaga? Dunyo sizga qarshi chiqadigan bo'lsa ham, agar siz to'g'ri yo'lda bo'lsangiz, gazini bosing deyapti. Shuni aytmoqchiman men.